Bugün Uyghur Halk Taraqqiyot Fondining Uyghur Yüksel Ticaret ve İgilik Tiklash turining 6. qarar o'qish bitirish faoliyatiga takrordan xush kelibsizlar. Bayanlar, baylar, saygıdeğer hocalarımız ve misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Our honorable teachers and our respectful guests and students. Welcome. Uyghur Yüksel. Esselamu aleyküm. Yükseldiki cemaat, yığıldık biz cem bulup, kesip bolgaç ticaret. Tirşali baş ekmek, bolsumar muşakkat, yoruk bolar yüzümüz, töksek halal ter mihnet. İman vicdan durustluk, bir bahadır narxı yok. Cın tutaylı fırsatni, ömür digen atkan ok. Plan bolsa mükemmel, yerim kalbe demektir. Maqsadimiz birlikte yükseliştir, gülleştir. Bilim bilen bisilgan, her kademden gülüner. Evlatlarını, vatanını soyundurar, küldürer. Köngül bolsun berkarar, hakta sahip duraylı. Ronak tapsın ticaret, yükseleyli, örleyli. Gerçi hemmisi ticaret qilayotgan bo'lsa-mu, ammo bir-birini raqobatchi emas, bir-birini qarindosh ko'rish, bir-birining tijoratini tonish, hamkorlashish yo'llarini tepish, bir-birini qo'llash. Ya'ni shunday umumiy jihatdagi kollektiv ro'yini yetildirishga tirishimiz. Natijaning ma'lum qadamlanishdan burun nega borganligini, natijaning qanday bo'lganligini faraz qilamiz, bayan qiyos asosida. Bizning rolimiz ularni o'qish orqali ularning o'zidagi qobiliyatini bayqashga yordam qilish, o'zining ishini yaxshi qilishga turtki bo'lish. Having a successful business is never a guarantee. I want to encourage you to not let that define who you are. In the same way, don't let business success define who you are. Remember who you are, remember where you came from, remember what kind of person you want to be. But if you focus on doing the very best that you can do, you focus on being reliable, truthful, honest people, that will boost your reputation for being trustworthy in your community. I encourage you to have courage, determination, and try and have some fun along the way, because joy and hope in our hearts is such an important thing for leading our lives. Even if it's just a little bit of hope, it makes all the difference. Kenyala hoşendi bile oynap bile özken arzu günler hoşendi. Ah lale, cilale, yarının beği guzare. Yaradar dirida, men avare. Yüreğim pare pare. Canım gülü can can can, canım gülü can can can. Yarım gülü can can can, yara bulsun mengu aman. Canım gülü can can can, yerim gülü can can can. Yara bulsun mengu aman. Bu kurs kelgandan keyin shunchalik umidlandim, shunchalik tirishchan qarindoshlarimiz bor ekan deb ulardan aktiv energiya olgan bo'ldim. Jiroqyadan kelib bizga mushtaq darslarni o'tib, bizga shunday nurg'un bilimlar bergan bo'ldi. Mushlar bir javob qaytara olamanmi degan bir bir mas'uliyat shakllangan bo'ldi. My heart is especially for women, and especially women who are here, who are without family support, without a husband, without parents, that are all alone. Today's winner is Rahila Abdullah. Thank you.
Thank you. Yolunga qara Gecem gündüz İttivadıdı Minnin yaşlığım Gelmsen eğer Bu uzak caydın Sündün akıdı Haram yaşlarım Ayrılıp gideydi sen Neydi o kömür içti Dostum aman aman Vay aman Bugün bu sorunga kelganimga bek mamnun boldum. Hakikaten iqtisodimizni taraqqiy qildiradigan bek ehtiyojimiz var. Biz tarixdan buyon Uyg'urlar dunyoga madina taqatdi, tarix yaratdi. Ama ticaret orqada qolib qoldik. Ustozlarning tirishchanligi va o'quvchilarningki texnik tirishchanligi bilan inshaalloh biz bir sistema yaratib, iqtisodimizni gullantirganga Alloh nasib etsa foydasi bo'ladi deb o'ylayman. Chunki men pul tepishni emas, yo'l tepishni o'rgandim. Qarshi tarafda bir o'stan bo'lgan bo'lsa, shuning bir ko'rik silishni o'rgandim. Sizlar bir tijorat qilmoqchi bo'lsa, bir qizg'inlikni tepinglar. Qizg'inlik degan nima endi? Avval qizg'inlik tepish kerak. Ba'zi odamlar bor, masalan, Qaysar muallimdek Amerika Harvardda o'qidi, shuncha yuqori bir unvon bilimlari bor, lekin bizga dars o'tgan chog'da biz anglay oladigan shaklda, zag'ir tilda tarjimani so'zma-so'z emas, degan odamdanmi bakroq bizga tushuntirib so'zlay oladi. Men shunday his qildim. Mushigatim men iniq ko'rdim. Agar sizlar o'zaro yordam bersanglar, sizlar kuchliroq. O'zaro yordam berish uchun shu fursatni ching tortib bilinglar. Lando? And it's exciting to see the variety of businesses that are beginning to be put together and established here in this community. And I'm just very thankful for the opportunity to be able to contribute in a small way to what is happening here. So much success to all of you. I was so encouraged over the past couple of days with other students who have been on our course previously helping one another. You go fast if you go alone, but you'll go far if you go together. İştirak maydısang tanamang, uzun seferge çıkaydısang billamang. So stick together, encourage one another because you'll go far together. 4 kız başlamıştık bu kültürümüzü, özümüzü tanıtmaya. Bilmeyenlere bildirmek, bilenleri de kaybettirmemek için. Görüyoruz ki devam etmemiz gerekiyor çünkü biz niye özümüzü kaybediyoruz? Prinsip degan aytmayım. İnsan degan aytmayım. Bir ishni g'alaba qilaman desam. Bir inqilobning maydonga kelishida nasronat inqilobining idea, tafakkur, mutafakkirlarning iddiasi intayin. Tijorat, igilik tiklash xalqni beyitidi. Tijorat qilsak, savdo, igilik tiklasak, tijorat qila oladiganmiz. Tijoratning o'zi nima? Ilm berim. Bu orqali o'zimizni gullantira oladiganmiz deymiz. Olam hikmatlarga to'lgan. Bayquvchi biz olim deb ataymiz. Shuni bayqashqa nurg'un samara yoki nurg'un kuch ketadi. Anglaganning hammaga degan gapning hammaga shin ketilmaydi. O'zimiz o'ylaymiz. Mustaqil tafakkur qilamiz bu yerda. Mustaqil tafakkur qilish intayin muhim. Sunniy aql davrida hamda masala nima demoqchi desa, bir tijorat modelini yanglashning usulini qilishimiz kerak. Tafakkurimizni yanglashimiz kerak. Qanchalik kichik bo'lishini nazar siz kishilarning ehtiyojini, masalasini hal qilib bersangiz pul topa olasiz deydi. Yevropa klassifikatsiyasining bir gapi bor, supply creates demand deydi. Ta'minlash talabni qo'zg'aydi deydigan bir gapi bor. Shu AIda hammaga bak ishonib ketishga bo'lmaydi, ammo yangi texnikalardan keyinni qilish bo'lmaydi. Ma'lum bir ideyani, loyihani maqsad qilishga vaqt ketadi, pul ketadi, tadqiqot ketadi. Umidsizlik shaytonning ishi emas, ishni kichik boshlaydi, cho'ng'i eslay olmaydi. Savdoda zil bo'lish, hisoblash piqsiqlik emas, u aqllilik. Hammamizning keynida bir hikoya bor. Hammamizning keynida bir kitob chiqadi, kechmish bor. Hammamizning keynida nurg'ulg'an o'zimiz ayrim yerlar to'kkan yoshlarimiz bor. Har bir ish sinoq. Shu sinoqdan qanday o'tib ketishimiz aktiv pozitsiyarimizga bog'liq. Qiyinchilikning ichidan ilgarilayotgan, yo'l tepayotgan qarindoshlarga yorug'lik bo'lishni istaymiz. Men Abdulahad O'ztürk, Uyg'ur Yüksel Ticaret ve Teraqqiyot Fondining 6-qarar o'quvchilaridan. Men bu dars qatnashgandan keyin tijoratga bo'lgan planim,
tijoratga bo'lgan ko'z qarashim o'zgargan bo'ldi. Bundan da endi planlaganda sanspirlarga bekerek ahamiyat berish o'rgangan bo'ldim. Bundan keyingi qarindoshlarimga tavsiya qilaman. Men Sabira, Aqida Hamtamaq do'konining qo'rg'uvchisi. Men Uyg'ur Yuksal taraqqiyot fondining 6-qaror darsiga qatnashish, ya'ni 2 kunlik yuzran darsiga qatnashish orqali erishganlarim shu bo'ldi. Bir tijorat qiluvchi, mayli tijoratingiz kichik bo'lsin yoki cho'ng bo'lsin, cho'qim, inchiklik bir plan va uzun muddatlik, qisqa muddatlik holatda bir nishoningizning bo'lishining qanchalik muhimligini o'rgandim. Mening ismim Faruq, Istanbul Safaköy Atkençay qahvaxonasining qurg'uvchisi, shundaqla Uyg'ur Yuksalniki o'quvchisi. Uyg'ur Yuksalda faqat nazariyalar o'rganib qolmay, ya'ni Uyg'ur Yuksal menga iqtisodiy jihatdanmi o'simsiz qarzlar qilib berdi. Shu orqali tijoratimni boshlab hozirgi holatga keldim. Shunga men Uyg'ur Yuksaldagi barliq o'qituvchilarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Jafo tortdinglar, ko'p rahmat. Bundan keyin o'quvchilar tijorat qilmoqchi bo'lgan, tijorat qilayotgan, tijoratni kengaytirmoqchi bo'lgan, yoki bo'lmaydi tijoratda ziyon tortayotganlar buning qatnashsa foydasini, unumini ko'radi. Shunga men tavsiya qilaman. Men ismim Mustafa, men Uyg'ur Yuksal taraqqiyot fondining 6-qarorlik o'quvchisi bo'laman. Bu darsga qatnashgandan keyin muallimlarning amaliy tajribalarini hayotida yoshni o'tkazgan hikoyalar bilan birga qo'shib tajribalarini savoq qilib nurg'un bilimlarni egallagan bo'ldik. Bundan keyingi fondiningki darslariga boshqa savoqdoshlarninkimi agar vaqti yer bersa qatnashib qo'yib o'zining bundan keyingi qilmoqchi bo'lgan ishtiroq ul va asos silishini ustozlarning bilimlaridan foydalanib o'zininki ma'naviy bilimlarini texnik oshirib o'zini texnik sinab boqishni umid qilaman. Uyg'ur Yuksal taraqqiyot fondiniki 6-qarorlik o'quvchisi bo'lib, o'qish bitirib guvohnoma oldim. Tijorat qilmoqchi bo'lgan Uyg'ur xalqimiz uchun bu Uyg'ur taraqqiyot fondiniki texnik foydali bo'lishini, xalqimiz uchun xizmat qilishini umid qilaman.